Haqiqiy yutuq bu Alloh taolo aytgan yutuq. İnsanlar yo nafslarini, jonlarini o'zlari boshqaradi, yoki nafslar ularni boshqaradi. Yo nafsingiz ustida siz chavandoz bo'lib boshqarasiz, o'nga chopga yur deb to'xtatib, yoki unday qilmasangiz nafsingiz albatta siz ustingizda turadi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim xoshi'un. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular kim edi? Namozlarida xushuli bo'lgan kishilar edi. Bu Xoliqul Kavnning so'zi. Bu odamlarni o'zlari o'rtaga qo'ygan o'lchovlar emas. Ya'ni Alloh taolo aytayapti-da, ey bandalarim, sizlarda oranglarda yutuqqa, najotga, muvaffaqiyatga kim erishganini bilasizlarmi? Oranglarda eng aqlli inson kim ekanligini bilasizlarmi? Sizlarda qaysi biringlarni men abadiy saodatga yetkazib qo'yaman, bilasizlarmi? Falon amal qilganlarni.